Assalomu alaykum barcha yurtdoshlar, tomoshabinlar, Jizzax Begomz kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa aytib o'tganimizdek Begomzlarga olgan zakazlarimizni chiroyli qilib mana ortib beryapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bahor faslida kimga shunaqa sifatli Begomz kerak bo'ladigan bo'lsa yoki Kaliforniya qizil yomg'irchi o'lchayini olib Begomz biznesini boshlamoqchi bo'lgan akularingiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ortish jarayonini hozirga bitta ko'rsatib o'tamiz. Xo'p yurtdoshlar, dehqon akalarimiz xudo xolasa o'tgan yil olib ketgandi. Qovun taruzga stakancha usulida urug'lar qadab tayyor bo'lgan ko'chatlarni keyin xudo xolasa yerga o'tkazadi. Mana hozir ortish jarayoniga ketyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. 4 tonna Begomzga zakasimiz bor edi. Xudo xolasa ortilib bo'lib qoldi. Begomzni sifatini hozir sizlarga bitta ko'rsatib o'tamiz. Qanaqa darajada zishlikda. Mana xudo xolasa ortilib bo'lib qoldi. Ko'rishingiz mumkin. Begomzlar ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa sutlarni ochib, xudo xolasa qopladi. Kecha safar aytgandek. Kimga shunaqa sifatli darajada Begomz va Kaliforniya qizil yomg'irchi o'lchanlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin.